Bugungi mavzuyimiz cheesecake mavzusiga bag'ishlanadi. Buni chizishimizda bizga aynan sariq ranglar turkumi bizga yordamga keladi. Agar sizda cheesecake shokoladni yoki bo'lmasam malinovoy ranglarda bo'ladigan bo'lsa, sizga och pushti, och qizil yoki shaftoli ranglari ko'proq yordam beradi. Demak, fistashkovoy ranglar yoki bo'lmasam sariq rangi ochdan to to'q rangigacha bo'lgan karamel ranglar turkumini tanlab olamiz o'zimizga. Agar markerlar kolleksiyasida sizda videoda ko'rsatilgandagidek markerlar bo'lmasa, siz uni o'rniga och sariq, to'q sariq yoki bo'lmasam och jigarrang shokolad ranglarini tanlab olasiz. Cheesecake asosiy o'rta qavatiga chiroyli oq rangni chiqarish uchun esa men och fistashka yoki och kulrang ranglardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bizda karamel rangli cheesecake bo'lgani uchun ko'proq kontur qavatlariga 24-67 och jigarrang rangidan foydalandim va non qismiga ham shu ranglarni ko'proq ishlatdim. Teri ranglarini ham iloji boricha ton berish uchun foydalanamiz. Demak, cheesecake ustidan shokolad oqib turgan chiroyli detallarini alohida to'q jigarrang ranglar bilan chizib olamiz va mayda chiziqlar bilan chiroyli 712 marker paper yellow, ya'ni qog'oz rang sariq karton rangiga yaqin ranglarni chiroyli qilib yeydigan cheesecake siluetini chiroyli chiqarish uchun ishlatamiz. 489 yoki bo'lmasam 38 rangidagi markerlar bizga ko'proq yordam beradi. Cheesecake uchburchak shaklida bo'lgani uchun yon qavati soya qism hisoblanadi. Tepa qismda biliklarini joy qoldiramiz. Biliklarni to'liq ravishda bo'yab tashlamaymiz. Cheesecake uchburchak shaklidagi ba'zi bir qirralarida biliklarini oq holda qoldiramiz. Shunda bizani shaklimiz chiroyli chiqadi. Rasmni o'rta qavati tabiiy chiqishi uchun 917 baby yellow och rangdagi sariq rangdan foydalandim. Agar sizda markerlarda bu rang bo'lmasa, unda rangli qalamlardan ham foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Kul rangidan ham men soyalarni chiqarish uchun foydalandim. Ya'ni uchburchak rangni bir yo tomondan ikkinchi tomoniga qadar bizda soyalar hosil bo'ladi. Kremli oqib turgan qalinlikni berish uchun ham soyalarga och kulrang rangidan foydalandim. 75 Storm Beige bejviy to'q rangdagi bejviy rangi karamel uchun foydalandim. Demak, 134-markerdan ham ko'proq foydalandim. Bu olov rangga yaqin. Agar olov rangi ko'p turdagi ranglari bo'lmasa, siz oxra rangdan ham foydalansangiz bo'ladi. O'shanda cheesecake ustidagi karamel juda ham chiroyli rang bo'lib ifodalanadi. Asosiy ahamiyatni biza cheesecake uchburchak qirralaridagi biliklariga qaratamiz. Shu biliklarni chiroyli namoyish qilish uchun bilikka atrofiga ochroq rangdan foydalanamiz va bilik ko'zini ingichka chiziq holida oq holda qoldiramiz. Shunda bilik rasmda chiroyli ko'rinadi. Demak, birinchi qavat ranglarni men berib bo'ldim. Keyingi bosqichda bu ranglarni yana ham to'qartirish va chiziqlar, har xil shtrixovkalar qo'shishga ko'proq ahamiyat berdim.
Cheesecake ustidan krem quyilganligini bildirish uchun, uni qalinligini ko'rsatish uchun nomiga och kulrang rangidan soyalarga ishlatdim. Iloji boricha eng och ranglardan foydalansangiz, eskiz, rasmiy, illyustratsiyangiz yanada yorqin va tabiiy bo'lib chiqadi. Iloji boricha detalli shakliga ahamiyat beramiz. Shaklli asosiy xususiyati bu uchburchakligini va konus shaklidaligini va qirralari borligini ko'rsatib berishimiz kerak bo'ladi. Shundagina bizning rasmimiz tabiiy, o'ziga o'xshab chiroyli illyustratsiya bo'lib chiqadi. Burchaklariga alohida ahamiyat beramiz va burchaklariga kontur chiziqlar berib chiqamiz. Konturlarimiz ajralib qolmasligi uchun uni fon bilan mayda chiziqlar, shtrixovkalar bilan yedirib yuboramiz. Demak, oxirgi bosqichda men cheesecake biror bir jismda turganligini ko'rsatish uchun 75-28 Pacific Grey yoki bo'lmasam jigarrang, to'q jigarrang yoki eng to'q kulrang bilan stol qismida turgan qismiga ingichka chiziq beramiz. Bu tushgan soyani bildiradi. Hozir videoda unchalik ko'rinmayotgan bo'lsa ham, lekin biror bir jismni chizayotganingizda stolda yoki yerda turganini ko'rsatish uchun uning tag qismiga ingichka chiziq soya berishimiz kerak bo'ladi. Bu chiziq juda ham qalin bo'lib ketmasligi kerak, nomiga bilinib turishi kerak. Cheesecake ustiga shokolad qo'yilganligini bildirish uchun to'q jigarrangdan foydalandim. Dark brown. Mana cheesecake